Diqqat! O'zbekiston viloyatlarining birida ko'z ko'rib quloq eshitmas dahshatli fojia yuz berdi. Afsuski, yoshgina qizaloq o'z otasining qo'lida vafot etdi. Vahshiylik qurboni bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Navoiyda ota 5 oylik chaqalog'ini yig'lagani uchun og'ziga paypoq tiqib o'ldirdi. 2026-yil 10-yanvar kuni tungi soat 12:00 atrofida chaqaloq shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelindi. Bolada o'lim belgilari aniqlangan. Tezkor choralar, tibbiy yordamlar ko'rsatilgan. Biroq go'dak vafot etdi. 5 oylik norasida yig'lagani uchun shunday vahshiylik qilindi. O'z otasi og'ziga paypoq tiqqan. Surishtiruv davomida afsuski otaning bundan avval ham qilmishlari yetarlicha ekanligi ma'lum bo'ldi. Azizlar, ibrat uchun ushbu videorolikni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Bolalar guldek nozik bo'ladi. Ularni asrash kerak, deyiladi xabarda.